Hurmatli erkaklar, ayolingiz bir haftada mo'jizaviy tarzda sizga nisbatan munosabati o'zgarishini xohlaysizmi? Unda bu tavsiyani qiling. Har kuni ayolingizga 7 mahal shirin so'z ayting. Ertalab turib shirin so'z ayting. SMS yozib qo'ying. Nima yeding? Qorning ochdimi? Sog'indim. Kayfiyating qalay? Har bitta murojaatingizda mehr, maqtov, shirin so'z, e'tibor bo'lsin. Sanab bajaring. Kuniga 7 kun. 7 kun bajaring. Mo'jizani ko'rasiz. Ayolni yosharishini, sog'ayishini, yuzidan nur yog'ilishini, kelishingizga 77 xil ovqatlar qilib kutib olishini va sizga bo'lgan munosabati 180 darajaga o'zgarishini o'zingiz